Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz tik bulonli qush bulonlarini ko'rib chiqdik shundami? Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda munosabatlik mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bulonli qush bulon berib turishndami? Tik bulonli qush bulon A B C deb o'qiymiz. Andan keyin bu tik taraf yildiz osti 7, bu yon taraf 4 shundami? Bu tik taraf 8, unda bo'lsa xdan necha deb so'rabdi. Unda bo'lsa bizningki birinchi qoidamiz bir takror qilib o'taylik. Men bu yerga nihoyat oddiy tik bulonli qush bulondan birini sizay. Masalan, bu bulonni biz 90 gradus deb faraz qilg'ashtiraylik. Unda bo'lsa, masalan, men bu bulonni A deb olsam, A bulon necha 90 gradus shundami? Bu B, bu C bo'lsin. A bulonning qarash tarafi, ya'ni bu yon taraf bo'ldi shundami? Men buning uzunligini A deb olay, kichik yozilgan A. B bulonniki qarash tarafi uzunluğu B bo'lsin. C degan bu bulonning qarash tarafi AB'ning uzunluğu kichik C harfi bilan ifodalaydi. Unda bo'lsa bir tik bulonli uch bulonda yan tarafning uzunligining kvadrati, shunami? A'ning kvadrati nimaga tengda? Bu ikki tarafning, shunami? Ikki tik tarafning uzunligining kvadratining yig'indisiga, ya'ni B kvadrat qo'shilgan C kvadratga teng bo'ladi. Undaqda bu qoidaga asosan shunami? Bu savolga qaraydigan bo'lsak, qanday bo'ldi? Yildiz osti 7 ning kvadrati qo'shilgan x ning kvadrati, shunami? Ikki tik tarafning uzunligining kvadrati nimaga teng? Yan tarafning uzunligining kvadratiga 4 ning kvadrati degan gap. Yildiz osti 7 ning kvadrati 7 qo'shilgan x ning kvadrati teng 16 shunami? X ning kvadrati teng 9, unda bo'lsa x teng necha? 3 degan gap. Javob B. Shunami? Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerda bir tik bulonli qush bulon bor ekan shunami? Ikki tik tarafning uzunligini beribdi, x ni so'rabdi. Biz bu aytgan qoidasini ko'rib bo'ldik shunami? Unda bo'lsa x ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? Yildiz osti 13 ningki kvadrati qo'shilgan yildiz qana 2 yildiz osti 3 ning shundami? Kvadrati. Unda bo'lsa buni bir yig'inchoqlasam shunami? X kvadrat teng 13 qo'shilgan 2 ning kvadrati 4, yildiz osti 3 ning kvadrati 3 shundami? 4 ko'paytirilgan 3 necha bo'ldi? 12. Unda bo'lsa x kvadrat teng 25, unda bo'lsa x teng 5 degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerdami bir tal tik bulonli qush bulon bor ekan shundami? Tik bulonli qush bulon A B C, andan keyin tik bulonli qush bulon yana A B D deb ikki tal tik bulonli qush bulon bor ekan. Bu tik taraf, bu ya 6, yan taraf 2, yildiz osti 10. Unda bo'lsa, avval men bu tarafni bir hisoblab olay shundami? Qanday hisoblaymiz? 6 ning kvadrati qo'shilgan. Masalan, men bu yana A deb olsam, A ning kvadrati teng buning kvadrati shundami? Yan tarafning kvadrati 2, yildiz osti 10 ning nimasi? Kvadrati. Unda bo'lsa 6 ning kvadrati 36 qo'shilgan A kvadrat shundami? 2 ning kvadrati 4, uning 10 ni ko'paysam necha bo'ldi? 40. Unda bo'lsa A kvadrat teng 4, unda bo'lsa A teng 2 degan gap. Ya'ni bu uzunlik navbatda qanday bo'lib ketdi? 2 bo'lib ketdi. Unda bo'lsa biz navbatda bu cho'ng tik bulonli qush bulon qaraydigan bo'lsak, A B D ga qarasam shundami? Bu tik taraf 6, bu tik tarafchi BD'ning uzunluğu 2 qo'shilgan 6 necha? 8. Unda bo'lsa x ni tepish uchun qanday qilamiz? X kvadrat degan 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadrati. Bir qarabla chiqarib o'tamiz shundami? X teng 10 degan gap. Qani? A javob. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulon berib turishndami? 3 bulon A B C, andan keyin A D B C ga tik tushadi debdi. Ya'ni A D B C ga tik tushadi. Bu bulon 90 gradus. Unda bo'lsa, bu bulon 90 gradus bo'ldi shundami? Chunki bu bir yirik bulon, yig'indisi 180. Yana qaraydigan bo'lsak, AB ning uzunligi 10, bu ya 2 shundami? Bu ya A ilingan 4, bu ya 15, bu ya 2A ilingan 3 ekan. Unda bo'lsa bizdan nimani so'rabdi? AD ning uzunligi teng 2, unda bo'lsa x teng necha debdi. Unda bo'lsa bu bir tik bulonli qush bulon bo'g'ishqa shundami? Bu yerda masalan bu sol tarafdagi 3 bulon qaraydigan bo'lsak qanday bo'ldi? X ning kvadrati qo'shilgan shundami? A ilingan 4 ning kvadrati teng bu yerdagi 10 ning kvadrati shundami? Men buni bir oddiylashtiray. Ya'ni x ning kvadrati qo'shilgan A ilingan 4 ning kvadrati degan A kvadrat ilingan 8A qo'shilgan 16 teng 100. Shundami? Unda bo'lsa, masalan, biz bu o'ng tarafdagi 3 bulonga bir qarab o'taylik. Qaraydigan bo'lsak, bu bulon 90 gradus, unda bo'lsa 2, 15, ikkisi tik taraf shundami? X ning kvadrati qo'shilgan 15 ning kvadrati. Shundami? Teng bo'ldi yan tarafning kvadrati 2A ilingan 3 ning kvadrati degan gap. Unda bo'lsa, buni bir oddiylashtirsam, x kvadrat qo'shilgan 225 teng 2A ning kvadrati degan 4A kvadrat shundami? Andan ikkinchi 2A ni minus 3 ga ko'paytirib, yana 2 ga ko'paysam necha bo'ldi? 6 shundami? 12A
Anın deguncha minus 3'ning kvadrati degan 9 degan gap. Unda olsa masalan men bu tenglimini birinchi tenglima, bu tenglimini ikkinchi tenglima deb olsam, birinchi tenglimidan ikkinchi tenglimini elib o'tgan vaqtimda bu yerdagi x yo'qolib ketadi shundami? Unda olsa ustidan astini bir elib o'tib boqaylik. Nima qilib qoldi? X'lar yo'qolib ketadi. Andan keyin a kvadrat elingan 8a qo'shilgan 16 elingan 225 teng shundami? Unda olsa 100 elingan 4a kvadrat qo'shilgan 12a elingan 9 degan gap. Buni bir yig'inchoqlab o'tay, shundami? Unda olsa qaraydigan bo'lsak, a kvadrat, men bu yerdagi minus 4a kvadratni bu tarafga yo'tkazsam, qo'shilgan 4a kvadrat shundami? Andan keyin elingan 8a, andan keyin shu elingan 12a shundami? Andan keyin bu yerdagi son sifirlarni hammani keyniga yo'tkazaylik. 100'den 9'dan elbetsem 91 qilib yozib etdim. Andan keyin elingan 16 qo'shilgan 225. Shundami? Unda olsa buni yana ratlaymiz navbatda. A kvadratga 4a kvadratni qo'shatsam 5a kvadrat shundami? Andan keyin bu ikkisini bir yig'inchoqlasam elingan 20a bo'lib ketdi. Shundami? Andan keyin 91 ni 16 dan olsam 75, 225 qo'shatsam 300. Unda bo'lsa, men bu tenglimini qanday qilaman? 5 ga bo'lib olsam a kvadrat shundami? Elingan 4a, buni 5 ga bo'lsam 60, sol tarafga yo'tkab akasam elingan 60 teng 0. Unda olsa biz buni qanday qilmaymiz? Matematika jiq ko'rib ketdik shundami? Elingan 10, andan keyin a qo'shilgan 6 teng 0 degan gap. Unda olsa a teng 10, a teng minus 6. Ikki xil javob chiqdi shundami? Masalan, minus 6 bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin emas. Minus 6 bo'lib qolganlikda 2a elingan 3 degan necha bo'ldi? Minus 15 nima? Bu uzunlikningki bir manfiy son bo'lishi asla mumkin emas. Unda bo'lsa javob a teng 10 degan gap. A teng 10 bo'lsa shundami? Bu uzunlik necha bo'ldi? A dan 4 ni olsam albatta 6 bo'ldi. Bu degan bir tik bo'lonliq 3 bo'lon shundami? Bu ya 10, bu ya 6 bo'lsa, bu x necha bo'ldi? Albatta 8 bo'ldi degan gap. Biz buni nihoyat ko'p ko'rib ketdik shundami? Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qancha tal tik bo'lonliq 3 bo'lon bor ekan shundami? Tik bo'lonliq 3 bo'lon ABC ni beribdi. Bu yergacha 90 gradus shundami? Andan keyin bu yerga qanday qilibdi? Tik tushibdi shundami? Bu yer 60 gradus debdi. Nimani so'rabdi bizdan? Bu yerdagi CD ning uzunligi 8 shundami? Unda bo'lsa x teng necha deb so'rabdi. Unda o'z tafsilroq bir qarab boqaylik. Bu yer 90 gradus bo'lsa, bu yer 60 gradus bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 30 gradus bo'ldi albatta. 3 bo'lonning ichki bo'lon yig'indisi 180 shundami? Unda bo'lsa, masalan, bu 3 bo'lonmi? Bir tik bo'lonliq 3 bo'lon. Unda bo'lsa bu 30 gradus bo'lsa, bizning deb o'rgandik tik bo'lonliq 3 bo'londa 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi yon tarafning yarmi dedik shundami? Bu yana necha bo'ldi? 12 bo'ldi. Unda bo'lsa men bu xil shakldagi alohida 3 bo'lonni yana bir sizib o'tay. Masalan, bu yerga sizadigan bo'lsak, shundami? Ishda bir 3 bo'lon oddiylashtirib sizib olay. Andan keyin biz qanday qilaylik masalan, men bu yana A, bu yana B, bu yana C desam tik bo'lonliq 3 bo'lon shundami? Agar bu bo'lon masalanga navoda 30 gradus bo'lsa, bu 60 gradus bo'ldi. Masalan, yon tarafni 2 degan vaqtimda, mushta bir tik bo'lonliq 3 bo'londa 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi yon tarafning yarmi qilgan. Unda bu yer 1, bu yer yildiz osti 3 bo'ldi. Bu alaydilikka asosan 60 graduslik bo'lonning qarshi tarafi yildiz osti 3 ni yildiz osti 3 ga bo'lib o'tgan vaqtimda 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi chiqadi. Shundami? Ya'ni bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, navbatda bu bo'lon necha? 30 gradus. Ya'ni bu yerdagi 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi 8, shundami? Bu yerdagi 12 ni yildiz osti 3 ga bo'lib o'tsak chiqadi. Unda bo'lsa 12 bo'lib o'timiz yildiz osti 3. Biz buni qanday qilamiz? Osti ustiga yildiz osti 3 ni ko'paytamiz, shundami? Maxrajdagi yildiz yo'qolib ketadi. Unda olsa yildiz osti 3, yildiz osti 3 ko'paytdim mana. Unda olsa yildiz osti 3 ga yildiz osti 3 ni ko'paysam necha bo'ldi? 3, 12 yildiz osti 3. Unda olsa 12 ni 3 ga bo'lsam 4 yildiz osti 3. Javob bormi? Albatta A javob degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Unda olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bo'lon shunami? ABC 120 gradus debdi. Andan keyin AB ning uzunligi 6, bu yer x, yildiz osti 43 shundami? Unda olsa BC ning uzunligi, ya'ni bu x ni tepang debdi. Unda olsa, bu yerda bir tik bo'lonliq 3 bo'lonni qanday chiqarib olamiz? Men bu yerdagi BC degan bu tuz siziqni uzartsam shundami? Qolgancha uzartib etdim mana. Andan keyin men A degan bu nuqtadan pastga 90 graduslik, ya'ni bir tik siziq tushiraman. Shundami? Mana tushadim.
Tushungandan keyin qanday qilamiz? Men bu yerni bu bulon degan 90 gradus shunama. Bu 120 bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 60 bo'ldi. Undan so'ng bu yer degan 30 bo'ldi shunama. 30 gradus bulonning qarshi tarafiga, ya'ni tik bulonli qush bulonda yan tarafning yarmiga teng. Undan so'ng bu yer 6 bo'lsa, tigi necha bo'ldi? 3 bo'ldi. Undan so'ng masalan bu yerdagi 30 graduslik bulonning qarshi tarafini shunama, yıldız asti 3 ga ko'paysam 60 graduslik bulonning qarshi tarafi chiqadi. Unda bo'lsa bu yer degan necha? 3 yıldız asti 3 bo'lib ketdi buni. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, biz bu tik bulonliq, ya'ni cho'ng 3 bulonda shunama, men bu yerni D deb olsam, ACD degan bu 3 bulonda bu tik tarafni bilamiz, yan tarafni bilamiz. Unda bo'lsa bu CD ning uzunligini qanday hisoblayman? Unda bo'lsa bu yerdagi yıldız asti 43 ning kvadratı shunama. Buningdan buni chiqarib olsam, ya'ni 3 yıldız asti 3 ning kvadratini chiqarib olsam, mushiyaning kvadrati qilib qoldi. Qanday yıldız asti 43 ning kvadrati degan 43 e'longan shunama. 3 yıldız asti 3 ning kvadrati degan gap 3 yıldız asti 3 ko'paytirilgan 3 yıldız asti 3 degan gap. Unda 9 ko'paytirilgan necha? 3 shunama 27. 57'miz 27'ni. Onda olsa cevaptan neçe? 16 degan gap shunama. Onda olsa yani bu yerdagi CD ning uzunligining kvadratı 16 ekan. Onda olsa 16 dan yıldız assam 4. Nimaning uzunligi? CD ning uzunligi. Bu yerdan 3 ni chiqarib o'tgan vaqtimda ikkisini chiqib qoldi. X'dan 1 degan gap. Qani? A javob mana. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulon birib turishdi. 3 bulon ABC, anandikin bu taraf, bu bulon 45 gradus, 30 gradus, 10, bu AD degan bu siziq shunama BC ga tik tushibdi. Ya'ni bu 3 bulonniki egizlik ekan. Unda bo'lsa tafsiliy qaraydigan bo'lsak, bu 30 gradus bo'lsa, bu yer degan 60 gradus bo'ldi. Shundami? Bizning bu aksning uzunligini so'rabdi. Unda bo'lsa men bir hisoblashga boshlay. 30 graduslik bulonning qarshi tarafi shunama, bu yan tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa bu yer necha? 5 degan gap. Bu yer 90 gradus bo'lsa, bu bulonmi 90 gradus bo'ldi. Shunami? Bu yer 45 deb turibdi. Unda bo'lsa bu yer necha? 45. Alayda bir 3 bulon chiqdi shunami? Bu yerdagi ABD degan teng yanliq, chunki 45 bo'lg'achqa teng yanliq bo'ldi. Ya'ni AD ning uzunligi bilan BD ning uzunligi teng. Ham bu yer 90 gradus bo'lgan teng yanliq tik bulonli qush bulon shunami? Unda bo'lsa bu yer 5 bo'lsa, bu yer 5 bo'ladi shunami? 5 bo'lgandan keyin bu yer 5 yıldız asti 2 degan gap. Chunki biz bu xil shakldagi alayda 3 bulonni ko'rgan edik. Ya'ni işte 45 gradus bu 95 gradus bo'lsa, shunami? Bu yer 1 bo'lsa, bu yer yıldız asti 2 bo'ldi. Unda o'z javob qaysi? 5 yıldız asti 2 degan gap bizdan aksini so'rabdi ekan. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? ABC 135 gradus shunami? Bu bulon 135. Ondan keyin bu yer 7 5 yıldız asti 2, bu aksini toping debdi. Unda bo'lsa bu yerdan tik bulonli qush bulonni qanday chiqarib olamiz? Albatta, chiqarib ola olamiz shunami? Men BC ning uzunligini işte bir uzarsam şunami? BC degan tuzsiziqni uzartdim. A noktadan pastga 90 gradus bir egizlik tushirman shunami? Unda bo'lsa bu yer necha? 90 gradus degan gap. Qarab boqaylik tafsiliyroq. Bu bulon 135 gradus bo'lsa, bu bulon necha bo'ldi? 45 gradus bo'ldi. 90 45. Unda bo'lsa ustimi necha? 45 gradus. Yana teng yanliq tik bulonli qush bulon chiqdi. Shunami? Unda bo'lsa bu yan taraf AB 5 yıldız asti 2 bo'lsa, bu yer 5, bu yer 5 bo'ldi. Ya'ni bu yerni men D deb olsam shunami? Bu yerdagi BD ning uzunligi bilan AD ning uzunligi birisiga teng. Rasmga qarasak teng emasdek ko'rinib turadi shunami? Buni qanday qilinglar? Bu rasmni sizishda bir xatolik bor degan gap. Unda bo'lsa AD ning uzunligi 5 shunami? Bu yerdagi CD ning uzunligi necha? 5 qo'shilgan 7 12. Bu yer degan 90 graduslik tik bulon shunami? ACD degan tik bulonli qush bulon. Unda biz x ni qanday topamiz? X ning kvadrati degan 5 ning kvadrati qo'shilgan 12 ning kvadrati shunami? X ning kvadratidan 169, unda bo'lsa x dan 13 degan gap. Qani? D javob shunami? Unda bo'lsa keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bulonli qush bulon bor ekan shunami? Bu yerni 75 gradus, bu yer 90 gradus. Unda bo'lsa 90 75 bo'lsa, bu yer 15 gradus bo'ldi shunami? Anandan keyin bizga nima debdi? Bu yerning uzunligi AB, bu tik tarafning uzunligi 8 yıldız asti 3 qo'shilgan 16. Unda bo'lsa bu tik taraf necha debdi. Biz bu xil shakldagi alayda 3 bulonni oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan shunami? Men buni bu yerga qayta bir sizib anandan keyin birlikda takror qilib o'taylik. Masalan, bu bulonni men 15 gradus qilib sizdim deb bir mo'lcharlab olay shunami?
İşte bir 3 bulun bolsun. Mesela bu bulunni A deyip bu ya 90 gradus bolsun meslenge. Anondikin bu ya B bu ya C bolsun. Bu bulun 15 gradus bolsa bu bulun neçe? Elbet 75 gradus buldu. Bunu mu biz bir alaylı 3 bulun, alaylı tik bulunluq 3 bulun dep qarayt to'xtana ama agar muşta bir 15-75 gradusluq tik bulunluq 3 bulunda bu 15 gradusluq bulunun qarshi tarafining uzunluğu k bo'lsa, 75 gradusluq bu bulunun qarshi tarafi bu yaqinda bo'ldi k ko'paytirilgan 2 qo'shilgan yildiz osti 3 bo'ldi deyshnaman. Biz buni oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan. Unda bo'lsa bu savolga qaraydigan bo'lsak, 75 gradusniki qarshi tarafi 8 yıldız osti 3 qo'shilgan 16 ekan. Bu xil shaklda yozib olg'ili bo'lamdi? Albatta bo'ldi. Men bu yerdagi 8 yıldız osti 3 qo'shilgan 16 den tushunaman. 8 yıldız osti 3 qo'shilgan 16. 16 degan 8 ko'paytirilgan 2 degan gap. Men bu yerdagi birinchi tur bilan ikkinchi turda o'rtaq bo'lgan 8 ni sirtiga chiqarib olgan vaqtimda, masalan 8 tushunaman. Bu yerdagi 2 qo'shilgan yıldız osti 3 mana o'xshash shaklda bo'ldi. Unda bo'lsa, ya'ni bu yerdagi K8 degan gap. Yana nima degan gap? Bu 15 graduslik bulonning qarshi tarafi. Yani 15 graduslik bulonning qarshi tarafi necha bo'ldi? 8 bo'ldi degan gap mana. Javob qaysi? Javob. Keyingi savol qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdan bir tik bulonliq 3 bulon bor ekan, ishlama. Tik bulonliq 3 bulon ABC. Andan keyin bu yer 5, bu yer 67,5 gradus debdi. Bu 67,5 gradus bo'lsa, bu 90 ishlama. Bu yer necha? 22,5 gradus. Bu mu? Buna o'xshash bir alaylı 3 bulonda ishlama. Buni bir takror qilib o'taylik navbatda. Men bu yerga sizay ishlama qaytadan. Masalan, men bu yerni işte bir 90 gradus qilib olmay ishlama. Andan keyin İşte pöskü düşürmez. Anandikin bunu biraz uzatay. Bu bulon ne meslenge A deyip anandikin bu 90 gradus ama tik bulon olsun. Mesela bunu men B de olay, bunu C de olay. Mesela bununki o'xshash ama bu yani 22,5 değil. Bu ya 67,5 değil. Qaydimiz qandaqda? Muşta bir tik bulonluq 3 bulonda ama bu xil shakldagi agar 22,5 graduslik bu bulonning qarshi tarafining uzunluğu k bo'lsa, bu 67,5 gradusluq bu bulonning qarshi tarafining uzunluğu k ko'paytirilgan bo'ldi. 1 qo'shilgan yildiz osti 2. Shundami? Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. Undaq bo'lsa, bu qoidaga asosan shundami? 22,5 graduslik bulonning qarshi tarafi 5, unda bo'lsa 67,5 graduslik bulonning qarshi tarafi 5 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan yildiz osti 2 bo'ldi. Ya'ni 5 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan yildiz osti 2. Bomkan bu javob? Albatta A javob shundami? Keyingi betga qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda mu albatta tik bulonliq 3 bulonlarni berib to'shnama. 3 bulon A, B, C deb bir cho'ng 3 bulon bor ekan. Andan keyin bu yer 90 gradus nima debdi? A, E ning uzunligi 6, bu yer 2 shunami. Bu bir 90 gradus. Unda bo'lsa bu 90 gradus, ya'ni bu yer qanday ekan? Bu 90 gradus ekan. Bizdan nimani so'rabdi? Bu yerdagi AB ning uzunligi 2 shunami. Unda bo'lsa x'dan necha deb so'rabdi. Unda bo'lsa bu bir alayli bir tik bulonliq 3 bulon shunami. Men buni qayta bir bu yerga sizay, andan keyin birlikda takror qilib o'taylik. Maslanga muşta bir tik bulonliq 3 bulon bo'lsin, shundami? Bu yer 90 gradus bo'ldi. Andan keyin pastga shundami? Bu yerdagi yan tarafni sizib oldim mana. Unda bo'lsa, masalan biz bu bulonni 90 gradus deymiz. Bu A bo'lsin, bu yer B bo'lsin, bu yer C bo'lsin. Andan keyin bu 90 gradus bulondan o'tkazib shunami? Bu nuqtadan o'tkazib pastga bir egizlik tushirma. Ya'ni bu yer 90 gradus bo'ldi, tik tushgandan keyin. Unda bo'lsa, masalan biz oldingi soat qanday o'rgandik? Bu yer x bo'lsa, bu yer y bo'lsa, egizlikni h desam shunami? Bu nuqtani D desem, ya'ni BD'ning uzunluğu A bo'lsa, CD'ning uzunluğu B bo'lsa, bizningki navbatda 4 tal formula botdi. Ya'ni muşta 90 graduslik bir tik bulonliq 3 bulonda, shunami? 90 gradus bo'lgan, ya'ni 90 gradus bo'lgan bu bulondan pastga bir egizlik tushagan vaqtda 4 tal nihoyat muhim formula botdi. Qayta bir yozib o'tay. Birinchisi qanday bo'ldi? Bu yerdagi h, ya'ni egizlikning kvadrati, shunami? Nimaga teng? A ko'paytirilgan B ga teng. Bu ikkisini bir-biriga ko'paytganga teng. Unda ikkinchisi bu yerdagi x ning kvadrati nimaga teng? X ningki tengidagi A ning uzunligiga, shunami? A qo'shilgan B ni, A qo'shilgan B ni ko'paytganga teng. Uchinchisi bu yerdagi y, ya'ni y ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? Y ning tengidagi B ga, shunami? A qo'shilgan B ni ko'paytganga teng. To'rtinchisi, ya'ni eng oxirgisi
4-cü formulani yazıtaylı. 4-cü formulada nima depdi? X'ga y'ni ko'paytganim A'ga B'ni qo'shib H'ga ko'paytganga teng shundami? Ya'ni bu tik bo'lonli qush bo'londa X'ga y'ni ko'paytganim A'ga B'ni qo'shib buningga H'ni ko'paytganga teng. Unda bo'lsa biz bu mazmunni oldingi soat darsimizda so'zlab bo'lgan edik. Buningga asosan bu savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bo'lonli qush bo'lon bor shundami? Bu tik bo'londan, ya'ni bu 90 graduslik bu bo'londan pastga bir egizlik tushibdi shundami? Men buni H deb olaman. Unda bo'lsa bu yerdagi H'ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? 2 ko'paytirilgan 6 teng 12. Unda bo'lsa H deganim 2 yiltiz osti 3 ga teng bo'ldi. Shundami? Ya'ni bu yerdagi bu uzunlik 2 yiltiz osti 3. Unda bu bo'lon 90 gradus. Buni biz topa olamiz shundami? Tik bo'lonli uch bo'lon 2 bu tik taraf 2 yiltiz osti 3 bu ya 6. Unda bo'lsa 2 yiltiz osti 3 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadrati. Teng necha bo'ldi? 2 yiltiz osti 3 degan 4 12 shundami? 6 ning kvadrati degan 36. Unda bo'lsa 48, ya'ni bu ya'niki uzunluğunun kvadrati 48 bo'lgan. Unda bo'lsa yiltiz osti 48 degan necha? 4 yiltiz osti 3 bo'ldi. Shundami? Qaraydigan bo'lsak, alayda bir narsa ko'zga chiliqdi. Shundami? Ya'ni bu tik bo'lonliq 3 bo'londa bu tik taraf, shundami? Bu yon tarafning yarmiga teng bo'lgan. 4 yiltiz osti 3 deganning yarmi 2 yiltiz osti 3. Unda bu faqat va faqat 30 graduslik muşta tik alayda tik bo'lonliq 3 bo'londa mavjud. Unda bu bo'lonni 90 gradus deb degan 30 ni chiqarib olsam, bu yana necha bo'ldi? 60 bo'ldi. Bu ya degan 90 gradus, unda bu degan 30. 30 graduslik muşta tik bo'lonliq 3 bo'londa shundami? 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi bu yerdagi aksning yarmiga teng bo'lishi kerak. Unda x degan yana buning ikkisi. Unda javobdan 8 yiltiz osti 3 degan gap. Qani? Javob. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, ABC deb bir 3 bo'lon birib to'shnama, AD ning uzunligi AC ga teng. AD AC. Ya'ni bu bir teng yanliq 3 bo'lon ekan shunami? ABC bu bo'lon 30 gradus, bu ya 16, unda x ni tepang debdi. Bu bir teng yanliq 3 bo'lon bo'lg'achqa, men A dan o'tkazib pastga bir egizlik tushirib olaman. Qarab boqaylik nima ish bo'ldi ekan. Shunda bir egizlik tushirib olgan vaqtimda bu 90 gradus bo'ldi shunami? Teng yanliq 3 bo'lonning alayligi. Teng yanliq 3 bo'londa bir egizlik tushagan vaqtimda bu ya qanday bo'ldi? 6 o'ttirdan parchalanib ketdi shundami? Unda bu ya 3, bu ya 3 degan gap. Navbat qaraydigan bo'lsak, bu ya 90 gradus shundami? Unda 90 gradus, bu 10, bu 30 gradus ekan. Unda 30 graduslik bo'lonninki qarshi tarafi yon tarafning yarmiga teng. Ya'ni bu uzunlik 5 bo'lib ketdi. Unda men bu ya'ni bu nuqtani E deb olsam, bu yerdagi BE ning uzunligini men kichik A harfi bilan ifodalay. Bu A ni qanday topamiz? A ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati teng 10 ning kvadrati shundami? Unda A kvadrat degan 100 dan 25 ni olsam 75. Unda A deganim 5 nima yiltiz osti necha bo'ldi? 3 bo'lib ketdi degan gap. Ya'ni bu yerdagi BE ning uzunligi 5 yiltiz osti 3 ekan. Uningdan 3 ni chiqarib o'tgan vaqtimda BD ning uzunligi, ya'ni x ning uzunligi qolib qoldi. Tushunami? Unda 5 yiltiz osti 3 elingan 3. Bu javob bormikan? Albatta. Javob mana. Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bo'lonli 3 bo'lon ABC ni birib to'shnama, bu yer 90 gradus, bu yerning uzunligi 0.5, bu yer 4, bu yer yiltiz osti 2 ekan. Andan keyin BC ning uzunligi teng x, unda x teng necha deb so'rabdi. Unda bo'lsa bir qaraydigan bo'lsak, biz bayta nihoyat muhim bo'lgan bir narsani takror qildik. Shundami? Men oddiy bir qo'limda sizga o'tay. Mesela muşta bir 3 bo'lon bo'lsa, bu ya 90 gradus bo'lsa, 90 gradus bo'londan pastga bir egizlik h tushasam, bu h ning kvadrati bu yerdagi a b ning ko'paytmasiga teng dedik. Shundami? Unda o'zi qarab boqadigan bo'lsak, bu yerdagi 0.15 ga 4 ni ko'paytsam, necha bo'ldi? 0.15 ko'paytirilgan 4 teng necha? 2. Bu BD degan bu siziq bu yerga 90 gradus tushamdi, tushmamdi. Bu yerga 90 gradus deb belgi qo'yib bermabdi. Shundami? Lekin qaraydigan bo'lsak, masalan men buni A, buni B desam, A ko'paytirilgan B teng 2 chiqdi. Unda olsa bu yerdagi yiltiz osti 2 ning kvadrati necha bo'ldi? 2 bo'ldi. Unda olsa h teng h ning kvadrati teng A ko'paytirilgan B degan mush narsa bu yerdan favqulodda tuyuqsiz chiqib qoldi shundami? Demak, bu yerdagi BD pastga tik 90 gradus tushadi degan gap. Biz buni 90 gradus ekanligini isbotlab olgandan keyin bu degan bir tik taraf, bu degan bir tik taraf. Unda esa x degan nimaga teng bo'ldi? X ning kvadrati 4 ning kvadrati qo'shilgan yiltiz osti 2 ning kvadrati. Unda esa x ning kvadrati degan 16 qo'shilgan shundami? 2 teng necha? 18. Unda bo'lsa x teng necha bo'ldi? 18 dan yiltiz ochimiz shundami? 3 yiltiz osti 2 degan gap qani? C javob.
Keyingi savol qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, C, B, D deb mushta bir 4 taraflik beribdi o'shnama. Anondan keyin DAC. Qani, DAC bu bulun 45 dan cho'ng, bu 60, bu 45, bu 2 kök 6 3, 6 kök 6 2 o'shnama. Bu yer 5 x'ni teping deb so'rabdi. Qanday qilamiz? Men buni parçalayman şunama bir qancha uch bulunga bir parçaladik. D'dan pastga tik bir chiziq tushasam, ya'ni egizlikni tushasam, bu yana necha bo'ldi? 90 gradus bo'ldi. Bu 60 gradus, bu 30 gradus. Unda 30 graduslik, ya'ni tik bulunliq uch bulunda 30 graduslik bulunning qarshi tarafi bu yan tarafning yarmiga teng. Unda olsa, men bu nuqtani E deb olsam, BE ning uzunligi kök 6 3 nima? Yıldız osti 3 bo'lib ketdi degan gap. Növbətdə qanday qılımız? A degan bu noktadan pastga yana bir egizlik tushasam. Shundami? Shunda bir egizlik tushirib olay. Mana bu yer 90 gradus. Bu 45 gradus bo'lsa, bu mu 45 gradus bo'ldi shunami? 45 gradus, 45 gradus, 90 gradus. Unda bo'lsa, tang yanliq tik bulunluq uch bulun. Unda bo'lsa, bu yan taraf 6 yıldız osti 2 bo'lsa, shundami? Bu uzunluq. Yani men bunu F desem, bu noktani FC'nin uzunluğu neçe buldu? 6 bo'lib ketdi degan gap. Növbətdə qanday qılımız? Men yeni parçalayman. Qanday parçalaymiz bunu? D'den ötküzüp shundama BC'ga paralel sızıqdan birini sızıp alsam bo'ladi. Yani shunday qilib bir paralel sızıq sızıp olamiz. Anadan keyin bu yer 90 gradus paralel bo'lganligi uchun. Unda tafsilga qarab baqaylik, nima uchun buni sizdim. Bu yer 60 gradus 30 gradusning qarshi tarafi shunama yıldız osti 3 bo'lsa, 60 ning qarshi tarafi degan yıldız osti 3 ga yana yıldız osti 3 ni ko'paytimiz. Unda bo'lsa, bu uzunluq necha 3 bo'lib ketdi degan gap. Bu uzunluqmi necha 3 bo'lib ketdi degan gap. Yani bu yer bayatdan tepib chiqdim shunama. Bu 6 bo'lsa, bu 6. Unda 3 ni chiqarib aytgan vaqtimda bu nuqtani men O desam, masalan bu nuqtani, unda bo'lsa A O ning uzunluğu 3 bo'lib ketdi. Yani bu yer 3 degan gap. Unda tik bulunluq 3 bulun, yan taraf 5, bu yer 3 bo'lsa, bu uzunluq necha bo'ldi? Yani bu yerdagi D O ning uzunluğu 4 bo'lib ketdi degan gap. Unda olsa bu yer 4. Shunami? Yani bu yerdagi x'ni qaraydigan bo'lsak, biz 1 2 3 tal parchaga bo'lib etdik. Shunami? Unda olsa bu x'ning uzunluğu teng 6 qo'shilgan 4, shunami? Qo'shilgan yıldız osti 3. Teng necha? Unda olsa x'dan 10 qo'shilgan yıldız osti 3 degan gap. Bormikan bu javob? Albatta. D. Shundami? Keyingi savol qarab baqaylik unda olsa. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulun bo'lgan shundami? ABC 60 gradus, 45 gradus, 4 yıldız osti 6. Unda olsa bu yerdagi AD x ni tepang debdi. Qanday qilamiz? Bu yerdagi 45 gradusni ko'rgan vaqtda men avtomatik bu yerdagi A degan nuqtadan o'tkazib, shundami? Pastga bir egizlik tushirib olaman. Unda olsa, shunda bir egizlik tushayotgan vaqtimda bu yer 90 gradus shundami? 45 gradus, unda olsa bu yermi 45 gradus. Bu degan tang yanliq shundami? Ya'ni bu yerdagi bu nuqtani A desem, E desem, BE ning uzunluğu AE ga teng. Bu uzunluq bilan bu uzunluq bir-biriga teng. Teng yanliq tik bulunluq uch bulun chiqdi. Unda olsa bu yer 4 yıldız osti 2 bo'lsa, bu egizlikni yoki bu tik tarafni qanday topdik? Yıldız osti 2 ga bo'lib o'tdik shunami? 4 yıldız osti 6 deganni yıldız osti 2 ga bo'lsam, 4 yıldız osti 3 bo'lib ketdi. Unda olsa, yani bu uzunluq shunami? 4 yıldız osti 3 degan gap. 60 gradusluk bu bulonniki qarshi tarafi chiqdi. 30 gradusluk bulonning qarshi tarafi degan bu ne? Yıldız osti 3 ga bo'lib o'tgangidan bu yer degan 4 bo'lib ketadi. Shunami? Unda olsa CD ning uzunligi 6. 4 ni chiqarsam bu yana 2 qoldi. Ha, navbatda bu yerdagi ADE degan bu tik bulonliq uch bulon qaraymiz. İki tik tarafni japa tatib tepib oldim shunami? Bir taraf 2, bir taraf 4 yıldız osti 3 ekan. Unda olsa x degan nimaga teng? X ning kvadrati 4 yıldız osti 3 ning kvadrati qo'shilgan 2 ning kvadrati. Unda olsa x ning kvadrati degan buni ko'paysam necha bo'ldi? 48 qo'shilgan 2 ning kvadrati degan 4. Shunami? Unda olsa x ning kvadrati teng 52 degan gap. 52 deganimiz shunami? 13 ko'paytirilgan 4 teng. Unda olsa x, ya'ni bu yerdan bir yıldız ochgan vaqtimda qanday bo'ldi? 2 yıldız osti 13 ga teng bo'ldi. Qani B javob. Shunami? Keyingi savol qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulun, yonda bir 3 bulun berib turishmi? Ya'ni bu uzunluqdan 45 gradus, 30 gradus, bu uzunluq 8 yıldız osti 2. Unda olsa bu x'dan necha deb so'rabdi. Unda olsa men qanday qilaman? A'dan o'tkazib pastga bir egizlik tushirib olaman. Shunda bir egizlik tushadim. Bu yana necha? 90 gradus degan gap shunami? Ha, F degan bu siziq xatosizlik qoldi. Biz bu yerga bir egizlik tushirib qo'ygandan keyin qanday qilamiz? Men bu yerdagi i'dan o'tkazib pastga yana bir tal egizlik tushiraman.
Yani ikki tal egizlik 90 gradus bo'lg'achqa bu ikkisi, ya'ni bu ikki qizil chiziq amaliyotda qanday bo'ldi? Parallel. Unda bo'lsa, men bu yerga egizlik tushirgandan keyin 90 gradus shunami? Tik bo'lonliq uch bo'londa 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi, yan tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa, bu yerdagi bu nuqtani men masalan G deb olsam, bu yerdagi E, G ning bu uzunlik necha bo'ldi? Buning yarmi 4 yıldız astı 2 degan gap. Unda bo'lsa, biz navbatda nihoyat muhim bir narsa ko'ramiz. Biz bu uch bo'lon qarayli, A, B, F degan bu uch bo'longa qaraydigan bo'lsak, bu ikkisi siziq parallel. Shundami? 90 gradus bo'lg'achqa. Yana bir nuqta qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi E degan bu nuqta qanday bo'ldi? B, A niki tam o'ttirisi. Biz buni amaliyotda oldingi soat darslarimizda ko'rib bo'lgan edik, shundami? Bir uch bo'lonniki o'ttir siziqi deb. Masalan, men bu yerga xohlagan bir uch bo'lon sizib olay. Mesela müştə bir tal 3 bulon olsun. Bu noktanın A, bu noktanın B, bu noktanın C deyildi. Bu yerdeki A, B'nin o'ttirisini men məsələn E desem, anadakı A, C'nin o'ttirisini men məsələn F desem. Bu E, F degan bu siziqni, yəni E, F'ni tutaşdırğan vaxtında şəkillənən E, F degan bu siziqnin alaylığı BC bilan parallel, BC'ninki yarmiga teng bo'ldi. Yəni qaraydigan bolsaq, bu ikki siziq parallel, hem bu nokta bu siziqning tam o'ttirisida bo'lg'achqa bu siziqning uzunluğu bu siziqning uzunluğunun yarmiga teng bo'ldi. Unda olsa AF'ning uzunluğu 8 yıldız astı 2. Anadaki 45 gradus, bu yermi 45 gradus ama teng yanlıq tik bo'lonliq uch bo'lon. Unda olsa, bu yerdagi aksini tepish uchun bu yerdagi 8 yıldız astı 2'ga yana yıldız astı 2'ni ko'paytimiz, shunami? Teng necha 16 bo'ldi degan gap. Qani, javob. Keyingi savolimiz qarab boqaylik. Unda olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda murakkabroq bir savol beribdi, shunami? A, B, D deb bir uch bo'lon bor ekan, bu yerda bir tik bo'lonliq uch bo'lon bor ekan, shunami? Bu bo'lon 30 gradus, aning ikinchi bu 75 gradus, bu uzunluq x, unda x'ni topgan debdi, shunami? ED teng 6 debdi. Ya'ni ED ning uzunluğu 6 ekan. Unda olsa, bu yerdagi x'ni qanday topamiz? Men A'dan o'tkazib, pastga 90 graduslik, ya'ni bir tal egizlik tushirib olaman. İşte bir tal egizlik shunami? Unda olsa, egizlik bo'lganligi uchun bu 90 gradus bo'ldi bu yer. Unda olsa, qanday qilamiz navbatda? Bu 30 gradus shunami? Bu ikki uzunlikni birisi-birisiga teng debdi. Unda olsa, bu bir teng yanliq uch bo'lon. Bu yer 30 gradus bo'lsa, bu yermi 30 gradus degan gap shunami? Tigidagi ikki tal bo'lon birisi-birisiga teng. Bu 30 bo'lsa, üstü necha bo'ldi? 60 bo'ldi degan gap. Navbatda men bu AD ning uzunligini 2A deb faraz qilsam, unda olsa bu yerdagi h qanday bo'ldi? A bo'ldi. Shundami? Navbatda nihoyat muhim bir narsaga alohida diqqat qilaylik. Ya'ni bu bo'lon degan 75 gradus shunami? Unda bu bo'lon degan 15 gradus, 15 75 bir alohida tik bo'lonliq uch bo'lon shunami? Unda agar 15 graduslik bo'lonning qarshi tarafi K bo'lgan bo'lsa, bu yerning uzunluğu 2 qo'shilgan yıldız astı 3 ko'paytirilgan K ga teng bo'ldi. Agar bu uzunluq A bo'lsa, men bu yerdagi bu uzunluqni tepish uchun, masalan buni G desem, G'ning uzunluğunu tepish uchun bu yerdagi A'ni, ya'ni A bölüngen 2 shunami? Qo'shilgan yıldız astı 3. Bu nima chiqadi? Bu yerdagi G'ning uzunluğu chiqadi. G'ning uzunluğuga G'ning uzunluğunu qo'shib bergan vaqtda 6 bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa, agar bu uzunluq A bo'lsa, bu uzunluq qanday bo'ldi? Yıldız astı 3 shunami? Ko'paytirilgan A bo'ladi. Albatta, anoniki bu ikkisining yig'indisi necha? 6 degan gap. Unda bo'lsa, buni bir oddiylashtiramiz. Oddiylashtirgan vaqtda men bu yerdagi maxrajdagi yildizni yo'qotish uchun astı ustiga nima ko'paytiraman? A ko'paytirilgan 2 elingan yıldız astı 3 ama astigimi 2 qo'shilgan yıldız astı 3 ko'paytirilgan 2 elingan yıldız astı 3 qo'shilgan yıldız astı 3 A teng necha? 6 degan gap. Bir oddiylashtiraylik. Unda bo'lsa, bu ikkisini ko'paytgan vaqtimda bir qoladi shunami? Unda bo'lsa, ya'ni 2 ustini bo'lib ketdi. 2A elingan yıldız astı 3A shunami? Qo'shilgan yıldız astı 3A teng necha? 6. Unda bo'lsa, bu ikkisi yo'qolib ketdi shunami? Birisi-birisini yeb ketdi. 2A teng 6. Unda bo'lsa, A teng necha? 3 degan gap. Unda bo'lsa, ya'ni bu yana necha bo'lib ketdi? 6 degan gap. Biz bu yerda nima dedik? Bu yerga AB bilan AD ning uzunluğu birisi-birisiga teng shunami? A teng 3 bo'ldi. Ya'ni bu yermi 6, bu yermi 6 degan gap. Qaraydigan bo'lsak, yana bu bo'lonni 75 gradus deb ekan. Unda bo'lsa, bu bo'lonmi 75 gradus shunami? Qarama-qarshi bo'lon. Ana ikinchi bu yer 15 gradus, ya'ni bu bo'lon 45 gradus bo'ldi. Unda bo'lsa, ustimi 45. Bu tik bo'lonliq teng yanliq uch bo'lonning alohidaligi qandaqda? Tik tarafni tepish uchun yan tarafni yıldız astı 2 ga bo'lib shunami? Unda bo'lsa 6 bo'lingan yıldız astı 2. Qanday qilib buni? Astı ustiga yıldız astı 2 ni ko'paytimiz. Yıldız yo'qolib ketadi shunami? 6 yıldız astı 2 ni astidagi 2 ga bo'lgan vaqtimda 3 yıldız astı 2. Qani javob?
Cevap bu yerda B. Shundaymi? Cevap necha? 3 yıldız asti 2 degan gap. Keyingi savol qarab baqaylik. Nima debdi bu yerda? ABD 30 gradus shundaymi? Bu bilan 30, andan keyin 135 gradus. Qaysi? Bu bilan 135, bu bilan 120, bu uzunluk 4 yıldız asti 3 shundaymi? Unda bu uzunluk x, AC'ning uzunluğu x, x'dan necha debdi. Qanday qilamiz bu savolni? Men qanday qilaman? Bu yerdagi BC'ni uzarsam, shundaymi? Ya'ni bu siziqni uzartamiz. Shunda bir uzartgan vaqtında anandaki A'dan o'tkazib, shunday pastga bir egizlik tushirma. Mana egizlik. Unda bu bulon 90 gradus degan gap. Unda qaraydigan bo'lsak, bu 30 gradus bo'lsa, tik bulonli uch bulonda 30 gradus bulonning qarshi tarafi yan tarafning yarmiga teng. Unda 2 yıldız asti 3 bo'lib ketdi mana. Yana qaraydigan bo'lsak, bu bulon 135 gradus bo'lsa, shundaymi? O'ng tarafdagi bu qilib qolgan qismi-chi 45 gradus. Unda bu 90 gradus shundaymi? Biz masalan bu nuqtani E deb olaylik. A, E, C degan bu 3 bulon qaraydigan bo'lsak, bu bulon 45 gradus bo'lsa, üstümi 45 gradus bo'ldi. Ya'ni CE ning uzunluğu bilan bu uzunluq birisi-birisiga teng degan gap. Teng yanliq shundaymi? Tik bulonli 3 bulon. Unda bo'lsa bu yerdagi aksni tepish uchun qanday qilamiz? Ya'ni bu tik taraf shundaymi? 2 kök 6 3. Unda olsa bunun kvadrati qo'shilgan. Ya'ni bu taraf CE ning uzunluğu mu 2 yıldız asti 3 ning kvadrati teng x ning kvadrati degan gap. Bir oddiylashtıraylik unda olsa bu necha chiqadi? 4 ga 3 ni ko'paysam 12 shundaymi? Bu ham 12 teng x ning kvadrati. Unda olsa 24 teng x ning kvadrati. 24 deganim 4 ko'paytirilgan 6 teng x kvadrat shundaymi? Unda olsa bu 4 degan yıldızdan chiqalaydi. Ya'ni eng oxirisida x teng 2 yıldız asti 6 degan gap mana. Qani mumkin 2 yıldız asti 6. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, mashqlarimiz oxirlashibdi shundaymi? Bugungi darsimiz tik bulonli uch bulonlarning mashqlari mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.